ochgan, qalblarga beminnat mehrini sochgan. Go'yo yosh tafti yuzida ko'chgan, siz sabab qarmaqal baland parvozim, bizlarga baxsh etgan bahorim yozim. Baxtimga sog' bo'ling aziz ustozim, bizlarga baxsh etgan bahorim yozim. Baxtimga sog' bo'ling aziz ustozim. Shogirdlar kamolin o'ylab tunu kun, halovat bilmasdan bag'rin etib kun. Shogirdlar kamolin o'ylab tunu kun, halovat bilmasdan bag'rin etib kun. Barkamol avlodning taqdiri uchun jonin ayamagan bo'lganda lozim. Barkamol avlodning taqdiri bayram bilan tabriklayman, ishlarga omad, zafarlar tilayman. Kuch-quvvat, charchamay shunday o'quvchilarni tarbiyalashda kuch-quvvat, omad. Biz tadbirga boramiz. Kollektiv bilan kim uchun dunyoda shuhrati aziz, kimgadir haq yo'lda zahmati aziz. Kim uchun dunyoda shuhrati aziz, kimgadir haq yo'lda zahmati aziz. Sizgacha el yurtning rahmati. Bolajonlar, bugun sizlar uchun katta bayram, katta tantana. Bu bayram bilan barchangizni chin qalbimdan tabriklayman. Keyingi o'qish yillarida sizga omadlar, muvaffaqiyatlar, zafarlar tilayman. Mana shu maktabni bitirib, oliy o'quv yurtlariga kirib, o'zingiz xohlagan, orzu qilgan kasbning fidoyi insonlari bo'lib yetishingizni tilab qolaman. Ota-onangiz va el yurtimizga kerakli komil insonlar bo'lib yetishingizni tilab qolaman. Aziz ustozim, ilmu tafakkurdan dilga yo'l ochgan, qalblarga beminnat mehrini sochgan. Go'yo yosh tafti yuzida ko'chgan, siz sabab qarmaqal baland parvozim. Ko'zim olisdadir, qo'limda sozim. Baxtimga sog' bo'ling aziz ustozim. Ezgu ahd bo'lgan, har yurakda shiddat bo'lgan shaxs bo'lgan, yoshmiz dilimizda. Ezgu ahd bo'lgan, har yurakda shiddat bo'lgan shaxs bo'lgan, boshimiz ko'ksalgan yorug' o'tdan, manzilgacha yo'ldoshimiz vaqt bo'lgan. Bu ishonchdan juda Bugun
4-fa sinf o'quvchilarining Xayr birinchi ustozim tadbiriga xush kelibsiz. Mana shu tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Usmonova Gulshod opaga beramiz. Ota-onalar, aziz ustozlar, hurmatli o'quvchilar, mana bugun sizlarning Xayr birinchi ustozim tadbirini ochiq deb e'lon qilaman. Ana shu tadbir bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Keyingi o'qishlaringizda omad, zafarlar tilayman. Siz ota-onalarga ana shu farzandlarni tarbiyalashda sog'lik, salomatlik, ishlaringizda rivoj, xotirjamlik tilayman. Ustozimiz Ozodaxonga kuch-quvvat, zafarlar, omadlar tilayman. Ana shunday sinflarda ko'pini o'zish nasib bo'lsin. Omad ishlarga. Rasmga tushiramiz. Bu meni go'zal qizim bu. Bugun maktabimizning 4-sinf o'quvchilarining bitiruv kechasi bo'ladi. Hamma bitiruv kechasiga taklif etiladi. Odamlar va odamlar bitiruv kechasiga shoshiling. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli mehmonlar. Assalomu alaykum mehribon ota-onalar, sevimli buva buvijonlar. Mana bugun 4-sinf o'quvchilarining boshlang'ich davrini tugatdilar. Bugun ular uchun katta bayram, katta tantana. Jazotingiz bilan davramizga tantanama sababchilari bo'lgan o'g'il-qizlarni taklif qilsak, mustaqil yurt o'g'il-qizlari, yuzi qirmish shirin so'zlari, aqli rosa bilimga tashna, kulib turar choros ko'zlari. Davramizning guli o'zingiz, sayroqi sho'x bulbul so'zingiz, charaqlagan oysiz ham yosh, olqishlaydi sizni keksa yosh. İstaysizmi? Bo'lmasam-chi, o'shanda ham kichkina edik. Sinfga ham aka-opalarimiz qo'llarimizdan yetaklab olib kirishgan edi. Ha, mana hash-pash deganimizcha oradan 4 yil ham o'tib ketdi. Bugun biz boshlang'ich ta'lim bitiruvchilarimiz. Bo'lganmi bizning davrda hech qachon davronlar istiqbolini berdi bizga ilm uchun imkonlar. Ma'naviyat, ma'rifatni ardoqlovchi Allohga xush kelibsiz, ey aziz o'qituvchi va mehmonlar. Bizni o'qish, yozishni, hisob-kitobni, mukammal odobni o'rganishimizga quyidagi ustozlarimizning o'rni beqiyosdir. İlk bora partaga sekin o'tkazib, jajji qo'llarimga qalam tutqazib, menga xalq tanitgan qalbi jahonni unutmayman aslo sizdan insonni. Ona tilimiz zo'r tilim, biz uni qadrlaymiz. O'qish darsi bobolarning merosini yodlaymiz. Topshiriqning ko'pimizga yuklardingiz, 4-chilar eplaydi deb aytaylik. Ishonchingizni oqlaymiz biz 11gacha umr tilab sizga ustoz ming. Bilmas edik berib savol, nima to'g'ri, nima halol, qalbimizga joylab o'tib, yordingiz go'yo oftob, ey mehribon, aziz ustozga ta'zimizga e'zoz. Musiqa o'qituvchimizga musiqa sehridan bahra olishni, o'rgatdingiz to'g'ri ijro qilishni, bugun oldingizda qilurmiz ta'zim, quvonchlarga nur sochgan aziz muallim. Qo'shiq kuylab ko'ngillarni xushlaymiz, matematikada misol ishlab ongimizni peshlaymiz. Rus tili o'qituvchimga o'rgatdingiz siz qarindoshlar tilini, mana chiqdi ancha savodim, unutmaymiz zahmatlaringiz, sizni tilchi ustoz muallim. Какое прекрасное слово, звонком для него начинается год. С тобой он отправляется снова и к нам дорого видеть. Tabiatdan saboq bergan o'qituvchimga rahmat, sizga jonajon ustoz. Tabiatni sevdirdingiz, unga mehr qo'ydirdingiz. Angladik biz olam sirlarini, tog'lar, adillar, daryo qirlarini. Biz tabiat darsida sayohatga chiqamiz. Gullar terib, barglardan gerbarlar yig'amiz. Rasm va mehnat o'qituvchimizga ranglarini siz tanitgansiz, rasm chizgan xatolar hech og'rimay o'rgatgansiz. Shug'ullansak tanamiz chiniqadi, fikrimiz, ongimiz yanada tiniqadi. Ma'naviyat darslarini, saboqlarini tinglaymiz, ustozimiz darsida zerikishni bilmaymiz. Maktabimiz direktoriga mehringiz, jo'shqin daryo so'zingizga, har avval sizga ming rahmat lazim, aziz inson muallim. Ushbu ustozlarimizga doim qo'limiz ko'ksimizda ta'zim.
murabbiy inson uchun, har bir ilm va urfon uchun rahmat bizlar uchun qalbi daryo muallimlar. Ko'klar sarparvozim, dong taratgan ovozim, siz tufayli qalblar asmon dil gulistonman. Ajinlar ular bolalar qalbiga solgan tuyg'ular vatanimning dono muallimlari. Sinfda to'lib boradi, ilm dengiziga suzib boradi, so'zlar bilan gullar tuzib boradi vatanimning dono muallimlari. Shodliklar ko'pdir, uning sanog'i yo'qdir, siz bergan bilimning ardog'i yo'qdir, siz kabi ilmning fidosi yo'qdir, o'zimizning dono muallimlari. Ustozimiz yaratgan bog'idir bizlar, vatan suyanchigi tog'idir bizlar. Unda yashaydi kimlar? Vatanimiz, tumanimiz, maktabimiz, davlatimiz ramzlari, tilagimiz, rizq ro'zimiz, milliy boyligimiz, istagimiz, maqsadimiz ofarin, ofarin, bo'ling sog' omon, xalqingiz baxtiyor, el yurt farovon. Ozuq havas o'ylar ko'p, har birimizga oltin bebaho, bitiruv kechamizga qani marhabo. Bitiruv kechasi qanday ajoyib, etibdi bizga ham bu shodlik nasib. Chin dildan sherikmiz quvonchingizga, mehmondo'stlik ekan sizga munosib. Vatan bu tug'ilgan makoni, vatan bu sizu bizga daxldor zamin, vatan bu muqaddas beshigim, vatan bu ostonaviy eshigim, vatan bu padarning qilgan duosi,
insonning tug'ilgan diyorida kindik qoni to'kilgan muqaddas tuprog'ida vatan so'zi muqaddas, vatan o'zi muqaddas, vatanga xizmat qilmoq bizlar uchun qarzu farz. Senga fido bo'lsin jon tanim, O'zbekiston mening vatanim. Boshni qo'yib sirlashar, Coşkun saylar birleşer, iman bo'lgani bo'lgan. Qadr topdi qadrim, havoga to'ldi bag'rim. Istiqlol bergan davrim, davron bo'lgani bo'lgan, davron bo'lgani bo'lgan. Elim desem tilginam, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desem tilginam, hayvon bo'lgani bo'lgan. elim desam dilginam, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desam dilginam, xandon bo'lgani bo'lgan. Chamanimning chiroyi, gun oftobi guloyi. Yuragimning bir joyi rayhon qolgani bo'lgan. Qadr topdi qadrim, havoga to'ldi bag'rim. Yurtboshim bergan davrim, davron bo'lgani bo'lgan, davron bo'lgani Gül uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yor o'zimas yorli, yonida yursa go'zal. Gül uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yor o'zimas yorli, yonida yursa go'zal. Sulton bo'lib taxtiga, ahd qo'shilib ahdiga, malikasin baxtiga, binolar qursa go'zal.
güzel Gül üzülse güzelmez Şahıda tutsa güzel Yar üzülmez yarını Yanıda yürse güzel Yanıda yürse güzel Yürekten kısa güzel Hisse acip çok sabah Çelse içti bir neva Arzuyundaki ziba Yürekten kısa güzel Gül üzülse güzelmez Şahıda dursa güzel Yar üzülmez yarını Yanıda yürse güzel Yanıda yürse güzel Avaylaşıp birbirin Aşkar etip barsın Söz kalmay şirin şirin Hayaller sürse güzel Avaylaşıp birbirin Aşkar etip barsın Söz kalmay şirin şirin Hayaller sürse güzel Gül üzülse güzelmez Şahıda dursa güzel Yar üzülmez yarını Yanıda yürse güzel Gül üzülse güzelmez Şahıda dursa güzel Yar üzülmez yarını Yanıda yürse güzel Yanıda yürse güzel Yukarı gelirken,
bari yodda, raqam tanish, harf tanish, qo'ldan kelar o'qishlar. Xayrlashamiz bu kun siz bilan. Bizlar uchun bu quvonchli bu dam. Faqat qalbda g'ashlik bor, biroz o'qitmaysiz endi siz ustoz. Qalbida mehri bir jahon onaday mehribon, erkalab kulib olgan dillarga shodlikga solgan. To'g'ri yozish o'qishni, o'zini qanday tutishni, savod ilm o'rgatgan nurli yo'lni ko'rsatdi. Salom ustoz, salom muallim, bayramingiz bilan qutlug'layman. Ilm bilan sadoqat yo'lini ko'rsatgansiz hech unutmayman. Siz emasmi 7 yoshimda alif beni tutgan qo'limga? Siz emasmi silab boshimdan cheksiz shodlik solgan ko'nglimga? Bugun sizga chin yuragimdan mehrim toshib tabrik bitaman. Umrim bo'yi sadoqat ila vatanimga xizmat etaman.
Bizning o'rni beqiyosdir. Hazrati Navoiydek ulug' zot hamma onalarimizga bo'lgan behad hurmatlik. Onalarimiz oyoq ostida Rafnat Jinon jannatu bog'i bor. Rafnat bog'i visoli istar. Onalarimiz bo'lib, onalarimiz oyog'i tuproqdir. Vatanni kim yaratgan bilasizmi bolalar? Kim dunyoni tebratgan bilasizmi bolalar? Bizga oqsit bergan kim bilasizmi bolalar? Shirin tilni kim bergan bilasizmi bolalar? Yo'limizda tikanni kiprigida kim tergan? Bu tillar uxlamagan. Chirog'im onam mening, jannat menga. Ne kerak Makka Madinam mening. Boshimga ish tushganida omad qushi uchganida do'stu yor ham kechganida panoh bo'lgan onajon pinhon g'amlarimdan kiprikdagi namlarimdan ko'nglimdagi kamlarimdan ogoh bo'lgan onajon. Onajonim, siz mehribonim, onajonim, siz mehribon. Uningsan dardoshim, metin bardoshim, onajon. Qatordan kam bo'lmasin deb buncha payti so'lmasin deb mendan oldin o'lmasin deb duo qilgan onajonim. Bu kunlar ham o'tar ekan, dard alamlar ketar ekan, bolam nima onajonim, siz mehribon, onajonim, siz mehribon. Uningsan dardoshim, metin bardoshim, onajonim. Barakallah. Sadolari boshqacha, dillarga xush yoquvchi navolari boshqacha. Bu lazgidir daslarmay o'ynon lazgiga o'ynon.
think you can do. ABC comes in with me. Let's dance sing happily. Every word begins this way. Let's learn English every day. My name is special, just like me. I spell it out for all to see. Every letter, it's a part of my soul and my heart. Start as a traffic light, and the band. Stop. I'm happy you're my teacher. Thanks for what you do. You mailing, hearing, yes, you learning, yes, it's fun too. English helps you see every story for only. What and where and why, asking question of my mind, how and when, where to say. English helps us every day. Skying, yes, I am, yes, what are you good at skying? I am good at skying. Appearance stops. What do you want to be? I want to be singer. Do you want to be singer? Yes, I do. A parent stops, a comma with an exclamation, celebrate, Perseus, Prancer, I found series all living and now dog and school and ball and three some money nouns for you and me. Open to the page, no matter your age, English stars take you for. Make a circle, big, small, big, make a circle, small, hello, make a circle, round and round, make a circle, round and round, hello, make a circle, up, down, up, make a circle, down, now sit down. Istiqlol, ozodligu erk bergan yurtning farzandlarin o'z bolasidek sevgan buyuk Turon ishqida doim yonib yashagan vatanparvar bo'lishni yurtboshimizdan o'rgan. Qamorjin niyat dilga quvonch soladi, bayrog'imiz dunyo uzra yurtga dovruq soladi. Tamg'amizda buyuklik aks etgandir, bilinchsiz humo qush yetaklar maxsus sari. Maktab degan qutlug' dargoh muqaddasdir bizga har choq bilim sari boshlar yo'lga aziz quchoq tanish yo'li. Ustozim bilim bergan o'zingizdan joylab turgan qo'yasday baxti gulga. Kishi payi alpami shin qadrdan o'zing sen, aspanda kun kevilli nag'is inson o'zing sen. Bilim hamdi o'nerdan tasmin kishi o'zing sen, mening go'zal elimda dam o'zing sen. Diqqat qo'yib nazar solsam dunyoda eng qadrlisan, bas endi sana inson qushog'i kenglik der. Thank you.
fandan hech xabari yo'q edik. Hatto qalam tutishni ham bilmasdik, o'yin qaroq edik, rosa sho'x edik. O'rgatdingiz barcha harfni, sabotlar, hisob-kitob yozishni ham tinmayin. Sabog'ingiz tingladik, biz punt bilan darsingizda zerikishni bilmayin. Bugun esa yoshimiz ham ulg'ayib, majburmiz har bir ishni mustaqil. Biz bilurmiz nima yaxshi yomonni, ulg'aygach bo'lurmiz ilmli oq. Ustoz sizni qoyillik, gohshohlik qilib, goh darsda kech qolib kirmay ketgan, ba'zi kunlar dars qilmay kelib, o'shanda ko'nglingizga ozorlar yetgan. Xuddi onamizdek boshimiz silab, biz qilgan xatolar kechira olgansiz, chindan ham bemisl kuchsiz qur'onning mehrimiz hal kechira olgansiz. Oq qur'onga biz qilgan shuhratni izin ko'rmay yuzingizni orilib achinasiz. Mashaqqatli mehnatingiz izin ko'rmay. Yuqori sinfga o'tsa ham ustoz, a'loga o'qiymiz, odob saqlaymiz, hatto boshqalarga o'rnak ham bo'lib sizning ishonchingiz doim oqlaymiz. Qanday bilimdonsiz, qanchalar baxtli, shijoatli, mag'rur, bir so'zli, aqli, qanchalar sevasiz, ona vatanni baxshida aylaysiz unga jondan. Qanchalar fidoyi, ustozlaringiz e'zozda bo'lsa, ustozlar hargiz. Raqamlar bir kuni jam bo'ldi. Birdan tortib 9ga qadar. Eng birinchi bo'lib bir keldi. Eng so'ngida 9 darbadar. Nolni taklif qilmadilar ham. Uni raqam bilmadilar ham. Maqtandilar rosa o'zaro. Kelib chiqdi oxir mojaro. Başımam derdi 9 dördek ko'ksini kerdi 7 desa sirliman dedi 6 undan qolishmas edi 8 5 4 2 hamda 3 maqtandilar ne so'z bo'lsa tush xullas kalom eng kichik bo'lib 2dan ham teng kichik bo'lib bir sharmanda sharmisor bo'ldi barcha raqam ustidan
kuldi. Shu payt nogoh nol kelib qoldi. Bir uni shart yoniga oldi. Shu yo'l bilan o'ngga aylandi va ayolsiz jangga shaylandi. Hamma nolni yoniga tortdi. Uning qadri qimmati ortdi. 9 mahkam ushladi nolni. 90 bo'ldi ko'ring bu holni. Shunday qilib nol talash bo'ldi. Raqamlarga qiymat bosh bo'ldi. Shoyat manzur sizga bu qissa. Ushbu erur qissadan hissa. Kamsitmang hech chupni hasni ham. Tashu kesak baland tasni ham. 7 emas 1000 o'ylab so'ngding. Nol bo'lmasa 1000 ham birga teng. minnatdorchilik bildiramiz. Aziz ustozlar, hamisha el yurt ardog'ida bo'ling. Aziz ustozlar, qadrli mehmonlar, mana bitiruv kechamiz ham poyoniga yetib qoldi. Ona O'zbekiston gullab yashnaversin, xayr, sog' salomat bo'linglar. Tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz. Yaşaydı kadrını
4 yıl davomida o'qib, o'rgangan kuy qo'shiqlarni ko'rdinglar, tomosha qildinglar. Ustozimizga katta rahmat aytamiz. Hali 11-sinfgacha shu yerda bolalar, xudo xolasa. Endi shu sinfga sinf rahbar belgiladik. Shu maktabimizning musiqa fani o'qituvchisi Xo'jamuratova Uldavletni mana hozir qurdan-quri qo'shiqlarni qo'yib o'tirgani yo'q, shu o'zining bolalari uchun qo'yib o'tiribdi. Ana shu ustam Uldavlet bilan birgalikda ish olib borasizlar. Uldavlet ustozimizga da kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik tilayman. Ana shu Ozodadan ko'proq mehr berishingiz kerak. Sababi Ozoda hozir mehrni berib yomon bo'lib turibdi. Endi bundan buyog'ini siz ko'proq mehr berish kerak. Hammangizga omad. Aziz o'quvchilar, barchangizga omadlar, zafarlar tilaymiz. Ana shu bilan ota-onalarning hurmati bilan siz ota-onalarning tashabbusingiz bilan lipstiklarni taxlatdik. Shu bugungi kungacha olib keldik. Birinchi ustozimizga beramiz, Ozodaxon. Mana tabriklaymiz. o'rgangan bilimlarni, huquqlarni namoyish qildilar o'quvchilar ham. Endi mana shu farzandlarimizga tilaklar bo'lsa, niyatlarimiz bo'lsa, chiqib so'zlabatini beraman. Kim tilaklari bor ota-onalar hammangizga o'xshash o'tirmas. Yosh katta
Bizde mana bugün şu o'quvchilarim 5-sinfda o'tiradi ekansan. Shu kichkina paytdan keyin shularga yozuvdi, chizuvdi, o'rgatgan sana katta rahmat. Xudoyim eng kamida o'quvchilarim o'zinday bo'lsin, faxrlanib o'tirg'aysizlar. 65-maktabda o'qidik degan unvonni olib, bari yaxshi meni namunalar bo'lib, oliy ma'lumotli bo'lib, eng kamida o'zimday bo'lsin o'quvchilarim. Birov askar bo'lsin, birov injener bo'lsin, birov doktor bo'lsin. Shular bolalarga barini omad tilayman. Ota-onalarga da hammasiga shularni qo'llab-quvvatlab shunga hammasiga bergan. Ota-onalarga da rahmat. Eng ya'niga samar katta rahmat. Balalarım hakim bo'lay, qizlarim doktor bo'lay bersi. Kimin o'quvchilari etsa azadanın o'quvchilari deb faxrlanib birgaymiz Xudoyim. Qolgan ishlarga da omad, rivoj, martaban bundan da ulug' bo'l, Xudoyim direktor bo'lib birgaysan. Tabriklaymiz. Ustazım Ahmet'tiniz. Sana da Ahmet'tin. Allah'ın ko'rdiği davamında ta'lim terbiye verip, o'qitgan, hepler tanıtgan rahmet. Şu o'zimga o'xshab o'qimishli yigit qizlar bo'lib yetishgay. Şu birinchi ustozim kim deb so'rasalar, shu Azabaxon deb seni eslab turgan. Mana hammaning tilagina qo'shilamiz. Xudoyim kuch-quvvat bergay bundan keyin. Martabam ulug' bo'lsin. Sog' yur, Allohning yonida. Rahmat. Ularga qoldirgan ishlarimiz bilan Allohning dinlarsida, izlarsida bosib kelgan omad ishlaringizga, oilangiz katta ishga qilib, tilimiz komplimentini qilib, kuch-quvvat bersin.